Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun mana shu motorimiz remont qilib kelindi. Obmodga o'raldi yangi. Avval kuygan edi. Xo'p, endi uladik mana. Triyoqiga olingan 3 burchak usulida ulangan holatda bo'ladi. Mana noli korpusga berib qo'yamiz. Mana shu holatda 3 burchak usulida ulandi. Endi asosiy qiladigan ishimiz shkafidan tekshirish kerak. Ulab yoqib ko'ramiz. Xo'p, mana shkafimizga yetib keldik. Upravleniya shu yerda. Bizga kerakli bo'lgan avtomat, kontaktor, teplovoreliklarimiz turibdi. Bu yerda birinchi qiladigan ishimiz motorga ketgan pitaniyani ajratib olamizda. Kontaktorni va avtomatlarning sog'ligini tekshirib olamiz. Shoshilgan paytda motor kuygan, zavodga borgan, yangi almashtirib kelgan, sirazu qo'yish kerak bo'ladi. Shoshilganda shu qurilmalarni tekshirmasdan ulab yuboriladi. Qurilma mana shu kontaktorda yoki avtomatda bo'lishi mumkin. Ikkita fazasi ketgan yoki bitta fazasi ketgan. Ko'pincha bitta fazasi o'tkazmay qolgan bo'lsa, kuygan bo'lishi mumkin. Agar shu holatda shoshilib yana yoqib yuborsak, motorni almashtirib yana kuyishi mumkin. Hozir mana chiqarib, shu holatda o'zini ishlatib tekshiramiz. Xo'p, qaranglar, mana motorni ajratib oldik. Tagidan 3 ta fazasini. Endi mana shu motorlarimizni tekshiramiz. Apparatlarimizni, avtomatni tekshiramiz. Avtomatda 396 yaxshi. Xo'p, 395 yaxshi. Uchovi ham chiqishlari bor. Kontaktorimizni pastini ko'ramiz. Kontaktorimiz birinchisi 396 yaxshi. Ikkinchisi 396 yaxshi. Ham yaxshi. Shuni holat tekshirgandan keyin motorni ulab turib, xoloslik holatda ishlatib, keyin yuklama bilan ishlatish tavsiya qilamiz. Shunaqa eslatmalarni bermoqchi edik. Rahmat.